Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun men sizlar bilan demak robot qo'li ish prinsipini o'rganish mavzusida tajriba mashg'ulotini olib borishga harakat qilaman. Mana bu yerda robot qo'li mexanizmi, ya'ni o'yinchoq robot qo'li mexanizmi keltirilgan. Buni ishlatish uchun ancha ishlarni amalga oshirish kerak. Ya'ni bu yerda mana ko'rib turganlaringizdek relaylar va ulovchi kabellari bor. Bu tajriba ishini sizlarga uyga vazifa sifatida bermoqchiman va buni ishlashini videoroliklarini internetdan, ya'ni YouTube kanallaridan olib, demak eng yaxshi ishlaydigan robot qo'lini yoki o'sha yaxshi tushuntiradigan kod va sketch kodlari, o'sha Arduino bilan boshqariladigan yoki boshqa xil dasturlar yordamida boshqariladigan yoki mexanizmlar bilan boshqariladigan videoroliklarini Moodle tizimiga o'z ism familiyangizga joylashtirishingizni so'rayman. Endi fayl unchalik katta bo'lmasligi kerak. Kerakli darajadagi megabaytdagi fayllarni yuklab, demak bizga topshirishingiz talab etiladi. Mana robot qo'lini keyingi darslarimizda demak buni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu esa sizlarga topshiriq bo'lib qoladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar.